Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun sizlar bilan ugri kasallikni davolash, ya'ni davolagandan keyin nima sababdan bu kasallik yana qaytalanishi haqida gaplashib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, demak boshladik. Bizlarga keladigan bemorlarning ko'pchiligidan so'raganimda, men kelgunicha nimalar qilib ko'rgansiz deganimda, ular aytishadi, siz kelguncha men to'g'risi hamma narsani qilib ko'rganman, qilmagan ishim qolmagan deyishadi. Nima qilib ko'rdingiz deganimda aytishadi, demak, ichaklarni tozalaganman, qon almashtirganman, zuluk qo'ydirganman, hijamalar qilganman. Kosmetologlarga borganman, bormagan kosmetologim qolmagan, kosmetologlar menga chistkalar qilgan, pilinglar qilgan, demak plazma terapiya, ya'ni tomirdan olib yuzimga ukol qilishgan, lekin ular ham foyda bermagan. Undan tashqari yuzimga har xil uxotlar, kremlar olganman, doimiy yuzimni tozalab yuraman, parhez ham qilib ko'rganman, lekin umuman natija bo'lmagan. Hozir o'ylarim ketgandek bo'lgan, lekin yana qaytalanish holatlari bo'lgan deb aytishadi. O'shaning uchun bu narsa xato hisoblanadi. Ugri kasalligi bu yog' bezlari faoliyati buzilishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Ya'ni hammamizning terimiz tagida yog' bezchalari bor. Bu yog' bezlari hammamizda normada yog' ishlab chiqarib turadi. Ugri bilan kasallangan bemorlarda esa bu yog' bezlari faoliyati oshib ketadi. Oshib ketganligi sababli o'sha yog'lar teridan tashqariga chiqishi qiyinlashadi va terida probka hosil bo'ladi va ugri kelib chiqadi. Siz qilayotgan mana bu ichaklarni tozalash, bunaqa narsalar yog' bezlarini faoliyatini pasaytirishga yordam bermaydi. Bu yerda biza yog' bezlarini faoliyatini pasaytirishimiz kerak bo'ladi. Ugri bu terining mustaqil kasalligi hisoblanadi. Ya'ni ichaklarni yoki qon almashtirish bunaqa narsalarni bu yerga aloqasi yo'q. Bunaqa holatlarga biza qanaqa yechim berishimiz kerak bo'ladi? Qanaqa lecheniya qilish kerak? Bu yerda biza patogenetik, ya'ni o'sha kasallikning kelib chiqish mexanizmi bo'yicha lecheniya qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biza yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishimiz kerak. Biza toki yog' bezlarining faoliyatini pasaytirmasak, normaga keltirmasak, bu kasal yana qaytalanish holatlari bo'ladi. Yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga bizga retinoidlar yordam beradi. Retinoidlar ikki xil bo'ladi. Tashqi retinoidlar hamda sistemli retinoidlar. Buni biza bemorning holatiga qarab, darajasiga qarab nazarcheniya qilamiz. Nazarcheniya qilishdan oldin biza yuzni birinchi yallig'lanish prosesini pasaytirib olamiz. Yallig'lanish proseslari pasaygandan keyin keyinchalik retinoidlarni qo'llasak bo'ladi. Retinoidlarni o'sha sxema bo'yicha bir necha oy davomida qabul qilish kerak bo'ladi. Biza mana shu davolash metodi bu butun dunyo standarti hisoblanadi. Ya'ni barcha dermatologlar, xalqaro dermatologlar mana shu davolash sxemasi bo'yicha ugri kasalligini davolashadi. U yerda hech qaysi birida aytilmaganki, ugrining ichaklarni tozalash yo'li bilan, qon almashtirish yo'li bilan, chistkalar bilan ketkazishi. Bu yerda o'sha sxemalar bor, o'sha sxema bo'yicha davolash kerak bo'ladi. Mana shu bemorlarimiz ham mana shu sxemalar bo'yicha davolanganlar, ko'rib turishingiz mumkin. Davolanishdan oldingi va keyingi holatni bularga ham bizlar etap-etap lecheniya qilib, mana shunaqa holatlar, mana shunday ajoyib natijaga erishganmiz. Keling sizlar bilan hozir bitta bemorimizni davolanish tarixini ozroq ochib beraman. Bu bemorimiz yoshlari 23 ta, 1,5 yildan beri yuzlarida va bo'yin sohalarida katta-katta yirik ugrilar chiqyapti. Bemor bizga murojaat qilishdan oldin har xil dermatologlarga borganlar, ichaklarni tozalash, chestka, pilinglar kabi muolajalarda ham qilib ko'rganlar, lekin natija bo'lmagan. To'g'risi, o'sha bemorlarga borib charchadim deb yozdilar, lekin sizga kelishdan oldin yaqin kunlarda men uxodviy kosmetika ishlatdim. O'sha uxodlardan keyin yuzim yanada battarlashib, ko'payib ketdi. Oxirgi umidim sizdan deb bizga murojaat qildilar. Biz bemorimiz bilan onlayn tarzda lecheniya qildik. Biz bemor bilan 7 oy davomida lecheniya qilganmiz. Lecheniyada biz birinchi etapda, ya'ni 15 kun ichida yallig'lanish proseslarini, yiringlarni pasaytirganmiz. Yiringlar yallig'lanish proseslari pasaygandan keyin biz yog' bezlarining faoliyatini pasaytirishga o'tdik. 6 oy davomida yog' bezlarining faoliyatini pasaytirdik va hozirgi kunda ko'rishingiz mumkin, mana shunday holatdan mana shunday ajoyib natijaga erishdik. Hozir o'ylari umuman chiqmayapti. Ozroq dog'lari qolgan. Dog'lari bo'yicha ham hozir lecheniya qilyapmiz. Bu yerda biz asosan ichiladigan, surtiladigan dorilar qo'llaganmiz, hech qanaqa muolajalar qilinmagan. Bu mana natijamning bittasigina xolos. Ko'proq natijalarni mana videoning pastdagi opisaniyada link qoldiraman, ya'ni ssilka qoldiraman. O'shanga o'tib, batafsil yana ko'proq natijalarni ko'rishingiz mumkin. Agar sizning ham yuzingizda yoki farzandingiz yuzlarida mana shunaqa o'yinlar bo'layotgan bo'lsa, siz ham barcha bemorlarimiz kabi qilmagan ishingiz qolmagan bo'lsa, bundan tushkunlikka tushmang. Bu kasallikni davolasi bo'ladi. Faqat bu yerda to'g'ri davolash yo'lini tanlash kerak bo'ladi. Men o'zim Samarqand shahrida ishlayman. Qabulimga kelsangiz bo'ladi. Agar yaqin atrofda bo'lsangiz, agar kelish iloji bo'lmasa, onlayn tarzda murojaat qilishingiz ham mumkin. Buning uchun siz quyidagi Telegram profilga yozishingiz kerak bo'ladi. Rasmingizni tashlaysiz, men yuzingiz holatini ko'raman. Agar onlayn tarzda lecheniya qilish iloji bo'ladigan bo'lsa, onlayn tarzda qilamiz. Agar iloji bo'lmasa, kelishingizga to'g'ri keladi.
Bizlar siz bilan etap-etap lecheniya qilib, sizni ham yuzingizni o'sha yomon holatdan yaxshi holatga etap-etap keltiramiz. Faqat bu kasallikni davolashga vaqt kerak bo'ladi. O'rtacha 3 oydan 6-7 oygacha vaqt talab qilinadi. Agar videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini va podpisatsiya bo'lish tugmasini bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.